Assalomu kanalimiz kuzatuvchilari, bugun sizlarga mikser testa meshalkalarini ko'rsatib o'tamiz. O'zimizda borini. Bu meshalkalarni 7 litrligidan 7, 10, 15, 20, 30 litrligigacha bor, 60 litrligini ham topib beramiz bor. Biskvit, tuxumni ko'pirtirish uchun buni torchilar yaxshi bo'ladi, mikser desak. Testa meshalkalar bor, somsachilar, novvoyxona uchun, xamir qorish uchun yaxshi meshalkalar. Turkiyaniki. Buni har xil kiloliklari bor, 25 bor, 35 bor, 50 kiloligi bor, 75 kiloliklari bor, har xilidan bor. Va Turkiyaniki mana Xitoyda bunaqa testa meshalkalari ham bor, xamir qoraydigan 25 kiloliklari bor, 50 kiloliklari bor, har xilidan bor. Har xil meshalkalar, har xil 220 da ishlaydigani bor, 380 da ishlaydigani bor. Bo'ldi. Mana bunaqa usti yopiq meshalkalar ham bor. Yaxshi. Tepadan qoraydi bu. Sifati zo'r 25 50 kiloliklarigacha bor mana. Kattasi. Bemalol murojaat qilib olasizlar. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Salomat bo'lasizlar.